أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Babul lokatati. Bu çüp qalğan nərsini tepbelişninki babi. Yani çüp qalğan nərsiniki tep qalğan bolsa bununki hökmü şer'i tarafdan meni qandaq boludu. Onu yüzep işlese bolamdı. Yoki bo'lmaydi. O tep qalğan nərsi olğandan egis olmagandan keyin onu qandaq to'nuttirdi. To'nuttirib bo'lgandan keyin o adam meni buni qandaq qildi. Men mushu to'g'riliq payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nima degan? Meni mushuga aloqador bo'lgan hadisin deyildigan nima bu? Bab deydi. Endi luqatat degan iltaqata yaltaqitu. İltiqatan ikta'ala babidan hem laqata yalqitul laqt hem luqat deb keladi ekan. Ya'ni tep baldi degan gap. Ya'ni o narsaniki o'zi boshqa bir odamniki narsa bir yerga tushib qolgan bo'lsa, ya bir yerda tug'an bo'lsa, mana o narsaniki o'zini o odam mana o'zi olgan bo'lsa, ya'ni olgan bo'lsa degan, ya'ni o'zi tepbepdan o egisi yo'q. O bir narsa tushib qapti, yoki u yer turib qapti, ya u yerda ekan. O narsaniki o'zini mana tepbepti, ya'ni o narsaniki o'zini qandoq qiladi. Ya'ni buni nima deydi uni? Luqatat. Ya'ni shu tushib qolgan narsani tepbelish degan gap. Ya'ni tep qolgan narsa degan gap. Undan keyin meni bu to'g'riliq meni qandoq qiladi degan gap. Ya'ni luqatat deganniki lug'at mansami ashu. Endi buniki bu yiliq hozirda luqatatniki hukmi. Mana shu yiliq tushib qolgan narsani tepbelishniki hukmi qandoq qiladi? O'ziniki o'lamdi yoki qaytirib beramdi? Mening ustidagi shu kelgan bab endi. Mana birinchi fasl Zeyd ibn Xolid radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilindi dedi o Zeyd keldi bir odam payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning qishiga kelib so'rdiki payg'ambarimiz tushib qolgan narsa tepbelishniki hukmi haqida. Bundan so'radi. Buni qanday qilaman deydi. Degan vaqtida dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam a'rib ifasaha. A'rafa yu'rifu irafan. To'nuttuğun sen şu narsaniki nemisini qaçsini. Yani xaltısını nima qilib to'nutdi. Endi ifasun deydigan ipas degan mushu bir narsaniki mushu teridan, lattidan va undan boshqa har xil narsadan tikib o yasab uningki ichiga bir narsa sep qachalaydigan narsaning o'zini arabcha tilda ipas, ya'ni tag'ri yo g'ujini degandek narsamdi. Shuningdek yana shu teppagan narsaniki o'ziniki jipini. Uni nima qildi? Uni to'nutdi. Ya'ni vika deydi bir narsa chiqqan bo'lsa, shu masalan tag'a yo g'ujun yoki har qanday bir narsani chigish orqali u narsaniki jip bilan chiqqan bo'lsa, shu jipniki o'zini vika deydi. Undan keyin shu teppagan narsaniki jipini nima qilgan? To'nutdi. Undan keyin o narsaniki o'zini bir yil to'nutdi. Qachoniki agar u teppagan narsaniki egisi kelgan bo'lsa, u nima qilgan? Shu egisi cho bagin. Va illa fasha'naka biha. Va agar o egisi kelmasa, qarab baxsan bir yildan kimmi yana nima qilmabdi? Egisi cho kelmabdi. Kelmagan bo'lsa, o'chon o'zidan sen tutqunsan seninki ahvolingni shu teppagan narsa bilan. Shu teppagan narsa bilan seninki holingni o'zing tut. Ya'ni o'zing betaraf qil. Qanday qilsang o'zingni kichkina nimasi bu ishi deydi. Endi bu yerdan deb tushib qolgan narsa bo'lgan bo'lsa, shu tushib qolgan narsaniki shu qachishi bilan jipini to'nuttiradigan gap. Ya'ni uniki ichidagi narsani demay, ya'ni mushundaq xaltadan, mushundaq jip bilan bog'langan ya oq jip, ya maxshi mundaq jip, ya qizil rang, anda bir rangkan. Men mushunda bir narsani tepib oldim. Deb ichidagi jinsini demay, ya pul yoki oltin yoki kumush yoki soat yoki telefon, unda bir narsa demay, o'chanizda sirtqi shaklniki o'zini deydigan gap. Agar o odamniki
shu vaqtning o'zida tushib qolgan narsa aniq bo'lgan bo'lsa, shunda bir xaltada, shunda bir jipni chikkan narsaniki shu ichidagi narsa u odam muayyan bo'ladi. Yani muayyan bo'lgandan keyin uçağın o'zida qanday qilgan gap, o egisi kelgan vaqt o'zida men ma aytsinki, zohirga asosan uni meni seningmi emasmi demay, meni deb ichidagi narsani degan bo'lsa, shohid yoki hujjat akal to'masinlar uni beradigan gap. Endi bu boshqa mazhablarniki ulamolarimiz ko'z qarashicha, shunda kelgan bo'lsa, ichidagi narsani deb bergan bo'lsa, uçağın o'zida buniki qani ma'nosiniki seniki rasmiy seniki narsang ekanligi hujjat akal. Yoki buni bir alomat yoki bir shohid akal deydigan gap. Ya shohid akal mayli birvat degan gap bo'ladi. Endi bizdagi Hanifiy mazhabda men ashuna kelgan bo'lsa, uçağıniki zohir shu ham deydisizlar. Bizdagi Hanifiy mazhabda uçağınizda ashuna kelgan bo'lsa, uning ichidagi narsaniki o'ziniki ekanligini isbotlaydigan bir dalil, bir fakit yoki guvohchi shu bo'lishi kerak. Lekin u narsa ash odamning bo'lsa, uçağınızda nima qilamiz unga ash egisiga shu beramiz deydi endi. Endi bu yerda tushib qolgan narsaniki mayli cho'ng bo'lamdi, mayli kichik bo'lamdi, mayli qimmat baholiq yoki oddiy bir narsa kerak bo'lamdi. Ish qilib mana bu tep qolgan narsaniki qanday bir taraf qilishniki hukmi shu bu. Endi buni bir yil nima qilamiz bunda tunib turamiz. Endi tunib turgan vaqt o'zida ulamolarimiz deydi. Masalan, haftada boshda 2 kun tunib turdi, u nerede tunib turdi? Mesela mescidniki oldidan, adam toplangan aş bozordan. Degandek, men ashundaq o'rinlarda mana haftada boshda 2 kun, undan har haftada 1 kun. Mushundaq nima qilgan gap, to'nib turib, andan keyin cho 1 yilgacha mushtaq qilgan gapkin. 1 yilgacha mushundaq qilgandan keyin, andan keyin u odamniki egiz chiqsa beramiz. Ana shu qoidaga asosan. Agar egiz chiqmasa, uçağın o'zida sen qandaq qil, o'zing holi, sen qandaq qilsang mayli degan, sen o'zing yemsan, qaqib beramsan bu. Ammo yana bir hadislarga asosan bu teppagan narsaniki o'zini, agar o odamniki o'zi boy bo'lmagan bo'lsa, u kambag'al bo'lgan bo'lsa, uçağını o'zi ishlatishi bo'ladi. Yana bir ko'z qarashga asosan bu teppagan narsaning o'zi ashta egiz chiqmay, ashta qan bo'lsa, buni sadaqa qilib berib etish kerak. Meni tövəndən Peyğəmbər edisi keladi. Yani muşu usulcu qo'llanishi kerak endi. Endi bu yerda pashanaka biha degan gapning o'zi bu shan degan maf'ul mutlaq bo'lib, uniki nemisi amili mahsub. Ya'ni va illa sha'na degan pasha'ta mesela zarabta sha'anta va illa pasha'anta sha'nak. Va agar lekin sha'anta degan sha'ana degan gapning o'zi maqsad qildi degan gap. Va agar undaq bo'lmasa, sen niyat qilgin, seniki niyat qilmoqliging. Yoki olmaydi, sha'nakaniki o'ziniki mana zibar bo'lishi, u maf'ulun bi bo'lib, uniki omili bo'lgan xuz. Ya'ni tutqunsan seniki holingni degan gap men bu shaklda cho'p bo'ldi. Shuning bilan u odam dediki, fazallatul g'adami. Yani o uçup qalğan narsanın o'zi mena jonliqdan boshqa narsa ashta qilgan gap. Endi dedi o adam, unda olsa endi fazallatul g'anam. Mushu molninki yutib ketgan narsani cho tep olsam cho deydi. Endi zallar degan gap ezib ketdi degan gap. Endi qo'yniki, o'shkiniki, o'ziniki mushunaqa ezib ketib egisi yo'q. Ashta jangal uyaydi bo'lgan bo'lsa, uni nima deydi? Uni zallar deydi endi. Men bu narsa shu buni chetib olsam qanday qilaman degan vaqt o'zida Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam dedi ki, meni bu yutib ketgan shu qo'yni, molni teppasan, o'changizda bu teppagan, bu yutib ketgan mol sen uchun bo'ladi, agar sen olsan. Ya seninki nimasi uchun bo'ladi, qarindishing uchun bo'ladi, ya'ni bir odam teppaladi. Yoki bu buyur uchun bo'ladi. 3 ishning cho'p, birisi cho'p bo'ladi. Unda bo'lgan ekan, sen buni nima qilgan? Uni shundoq yana teppelib, yani uyinga akelib, mushunda bir narsa tep aldım, mal tep aldım deb, aş yuqori qoidaga asosan uni nima qilgan? 1 yil to'nitdi. 1 yil to'nitib, boshida xahvayaning o'zida ashtaqchoq qildi. Undan keyin u narsa sar agar ehtiyoji bo'lsa mayli, bo'lmasa uni cho'q g'arib miskinlarga sadaqa qilib berib degan gap. Degandan keyin bu odam endi dediki, fazallatul ibil. Mana to'giniki ezib qolgan narsa shu. Ya'ni yo'g'on hayvon bo'lgan bo'lsa, o'chaning o'zida buniki egisi yo'q. Jangalida u yerda turibdi.
Uçan o'zi buni qanday qilaman deb so'radi. So'ragan vaqtimizda dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam: "Malaka va laha." Nim bo'ldi sana va nim bilan u to'g bilan. Ya'ni to'g bilan seniki nim ishing bor? U yutib ketdi va chub ketdi deganlikniki yutib ketdi deganlikni yutib ketgan tep olmagan nim ishing bor ekanligi o'tirsida. Chunki meni to'g bilan bordir, o'ziniki nimasi bor, sug'urdigan narsa bor. Ya'ni uniki o'zi mana suvniki bayirga berib ichib, ashtaqcho qiladi. Saqa degan hamda o'zi qochisi bor. Ya'ni to'gi deganniki o'zi bir ishi bo'lsa, bir qancha muddatning bir qancha oy, bir qancha kun suv ismisi uchun u o'zining hayoti saqlab qoladi. Undan keyin o'ziniki sug'isi o'zida bor. O'zi bor narsa. Hamda uniki o'zi bilan yana o'ziniki nimasi bor? Mana kash bor. Hizaun deydi. Hiza degan asli kash, na'am ma'nosi keladi. Endi bu yerda to'giniki shu tuvoqniki o'zini nima deyotganini hiza. Yani to'giniki o'ziniki nima va tuva. Yani ma'noda puti bor. O puti bir odam voy oyoqi dimsimi cho'p bo'ladi. Mana suvni bu yilqi to'ga keladi suvga. Suv oyog'i o'zi kelib, suv ichib, boshqa keladi. Va yeydi bu to'ga daraxtni o'zi uchun oshqa vaqti daraxtniki yupurmoq bilas kerak. Yer boshqa shu qiladi. Hattoki mana bu to'giniki egisi nima qilgan? Uçqaşqan. Men mushu uçqaşqan qadar men to'gi o'zining ishini o'zi qila oladi. Unda o nima qilsa to'gidan voy bu yalaqa yutib ketibdi, bu yer chib ketibdi, men tep oldim degan aloqasi yo'q sekin. Uni o'zi uchun qiladi deydi. Ya'ni demak, men mushu narsa qaragan vaqtimizda mushu edisniki tep olgan narsaniki o'zi men o'z narsaniki o'zi qila oladigan-dek. Ashda bir narsa olgan bo'lsa, u narsaniki o'zi tepelish bo'lmaydi. Uning uchun chaqilmasi kerak. Onun için çakılması gerek. Ama o nerseki özü, eğer o adam çıkıp kalan nerse almasa o buzup gidiyor, yokap gidiyor ya ki başka bir adamınki kolu çıkıp gidiyor. Ya bu maydı jitkiş hayvanlar yap gidiyor mesela koyda küçük bir nerse oğumuz büyür bir nerse yap gidiyor. Mesela altın kümüştek onda oğumuz başka bir nerse yap gidiyor ya oğur yap gidiyor ya ne yap gidiyor. Ya ki o maydı yemek içmektek mındak bir nerse oğumuz o nerse buzup gidiyor. Men muşundak buzulgadak muştan nerse olgan bolsa onu tepip aldım dep o adam aşı qaydık asasen özü saklap men muşum mevçi ve onun başka yemek içmektek muşta göçtek bir nerse tepip algan bolsa o nerseniki özü sesip ketigan ihtimal var. Sesip ketigan ihtimal olan bolgandan uçanın özü de bunu okuyacak vaqtimizda ölüm alırmız. Nima deydi o dese aş nerseniki özü sesmagan vaqtçilik o adam aşındaq ati akşamı mana haftada bir qancha kun nima qildi to'nib turadigan gap. Bo'lmay tatib qolsa, andakin g'arb miskinga agar o'zining ehtiyoji bo'lsa, uni nima qilish kerak? Uni berib o'tish kerak. Uni buni qilish bo'lmaydi, deydi. Muttafaqun alayh. Yeni bir rivayeti var İmam Müslim rahmetullahi aleyhi için dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Er-ribba seneten Er-ribba yuarifu ta'rif bu babdan çıkıdı pa'ala babıdan. Onda o diken şu teppagan nersanın bir yıl tonuttu. Onu diken arif vika'aha. Meyada er-rib bilen arif. Er-rib deganlarniki o'zi ham tonush najih bo'lsin degan gap. Shu pa'ala yupa'ilu babida kelgan buni qilib qolgan bo'lsa, uniki qilig'iniki najih ekanligini bildiganliginiki shu bildirmoqchi bo'lsa, o arablar uni pa'ala babiga keladi. Pa'ala yupa'ilu bo'lmasa har ikkisi mutaddi. Unda o'nikin bu arif bir qatim degan gap. Unda o'nikin sen tonutqin sen shu jutib ketgan narsaniki meni qochisi nemisini jipini va uningki qochisini. Yani xaltisini nima qilgan tonutdi. Anadakin sen onun uchun o'zingki infoq nima qilgan meni xashligin. Agar u narsaning egisi kelib qolsa, sen adaqın o narsani shu odamga adaq shu ba. Yani o narsani ishlatib, agar ishlatgan bo'lgandan keyin sen bir yil sen ishlatib, sen ertasi oqshom bozorda ashunda qilib, men hozirgi davrga kedak, mesela her xil ijtimoiy aloqa vositalarga shunday nima qilsan, yo'llabsan. Yo'llab ashunda davomli qildigan gap, qandakin haftada 2 kun ya mushta bir qancha kun mushunda qilish orqali anadan o narsaniki egisi chiqmabdi. Chiqmagan bo'lsa, o'chaningizda agar kambag'al bo'lsa, o'zing ishlatsan mayli, ehtiyojing bo'lsa, bo'lmasa nima qiladi uni?
g'arib miskinlarga shu bervat deydi. Vino Zeyd ibn Halid radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilindi. Dedi bu Zeyd, dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam, bir odamiki mana urun bersa, o odam yutib ketgan narsaga. Ya'ni yutib ketgan narsadagi o'zini o odam mustaqil holatda urun berib va o'zingcha qilibdi. Voy men buni tepib oldim deb, men yuqoriga shu qoidaga asosan to'nitib, ashundaq bir yilgacha men asi oqshimi haftada degandek ashundaq to'nitib, har xil vosita, har xil shaklda to'nitgan ishni qilmay, og'am petimi meni kelar narsamkan debdim. Ava yo'q degan. Asli urun berdi bir yak joy var degan gap. Yani o adam kopib yutib ketgan narsaga urun berib, yani mening narsam bu debdi. Degan bo'lsa, o'chaning o'zida bu adam ozg'undir. Madamiki o adam onu tunutmasa. Yani o kimning narsi ma'lum, mana narsa tepib oldim, meni xaltisi mandaqkan, meni jipi mandaqkan, rangi andaqkan, mandaq narsa ekan deb uniki ma'lum, yani to'ni tush jihatdagi bo'lgan azroq bir narsa to'nigan bir narsa ashta to'nitmagan bo'lsa, men o odamning o'zi bu maslikaga vaqtimizda mening deb evagan bo'lsa, o'chan o'zida undaq to'ni tush ishni qilmay, u ozg'un bo'ladi bu odam, ezib ketgan bo'ladi dedi. Ondan keyin men bu qolgan narsaning o'zini ash kapita evilishning o'zi bu chu turishchu emas. Men ash qoidaga asosan nima qilish kerak uni? Men to'ni turishchu kerak. Abdurrahman Osman Taymi radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi shuni debki, jazman Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam meni to'sti Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam hajniki tushib qolgan narsani tepelishda nima qildi? To'sti. Uning uchun qilmanglar, uning uchun tapmanglar dedi. Bu nima deydi gap? Haramningki ichidagi. Mana haramningki ichidagi musho haj mavsumida bo'ladigan ish. Mana haj mavzuniki o'zida ashunday hojilar najih keladi. Mana ular yangidan kelib musofir bo'lgani ba'zi ishning joyida ashunday bir narsa tushib qoladi. Tushib qolgan bo'lsa, o'chan o'zida bu narsa nima qilishga bo'lmaydi, tepelishga bo'lmaydi. Tepelib o'zligi mulk qilishga bo'lmaydi. Ammo boshqa hadisga asosan mana shu payg'ambar sallallohu yuqorida o'qildi ana kitobul hajning kelimesida. Agar asharam tushib qolgan narsa olsa, uni faqat elishga bo'lmaydi. Og'a adam uni to'ntish maqsadida. Uni saqlab o odamniki malniki egisi kelgan vaqtdagi o'zida uni berman deb men mushu maqsadning jihatida o'chan o'zida o odam teppasi nima bo'ladi, o'chan o'zi bo'ladi degan. Ondan keyin bu haj bo'lgan odamniki, mana haj qilayotgan odamniki o'ziniki narsaniki, haramniki bo'lib, bu haramniki doirasiniki ichida buni tepelishga, o'zini mulk qilishga qat'iy bo'lmaydi. Endi bu yerda ya haramda deb undaq bir qayd yo'q. Bu yerda demakchi o'g'ini ya am deydi ba'zi olimlar. Ya'ni haj qilgan odamniki tushib qolgan narsa bo'lsa, mayli haramda bo'lsin, Makkada, yo boshqa yerda bo'lsin, undaq odamniki narsa qat'iy elishga, mening narsamkan deb uni tepelib, o'ziniki mulk qilish maqsadida evilishga bo'lmaydi. Bu deydi endi. Ba'zi odamlar ya xos, chunki boshqa hadisda payg'ambarsan, ashuna haramda tushib qolgan narsani men shu vaqtda o'zi teppas bo'lmaydi, faqat onu to'nittirish, o'z egisiga berish maqsadida tepib saqlab qo'yish bo'ladi degan hadis bor. Buningla buni nima qilamiz, uni tafsir qilamiz. Andiki bu xoscho bo'ladi deb qaraydi. Ikkinchi fasl. Amr ibn Shuayb de rivoyat qilindiki, bu odam o'zining otasi bo'lsa dadisidan. Ve bu dadisi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladi. Shuna debki jazman Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam so'raldi, meni esilib qo'yilgan nemidan meviden deydi. Samar muallaq. Bir mevedenki o meve esilib qo'yibdi. Buyakmada esib qo'ygan bir meva ekan, men buni qanday qilamiz ya Rasululloh debdi. Endi bu yerda esib qo'yilgan meva deganligi o'zidan men hammamizga ma'lum, xo'miniki o'zi men aş daraxtdan daraxtni yurib olgan vaqt o'zida, uzib olgan vaqtdagi o'zida bir yerga nima qo'ydi, uni qurib qo'ydi. Qo'yish orqali uni qurtidi. Yoki bo'lmaydi, mana o yiliq xo'miniki o'zi uzib bo'lgandan keyin yana ba'zi yiliqi qoldiqlari qilib qoladi. Qilib qolgan vaqtning o'zida muallaq qilib qoladi, yoki u daraxt yoki esilib qoladi, yoki bo'lmaydi shu xo'mi daraxtniki o'zida u
xominiki o'zi ashad qilib qolgan bo'ladi. Qilib qolgan bo'lgandan keyin bunda xomini qanday qilamiz? Masalan, bizdagi rayonlarimizda mesela yanak ve alma, unundan başka her xil meyve-çevirlerinin üzerine ağa vaxtının üzerinde, jıqqa vaxtının üzerinde, dərəxtinin üstüde qep qalıdı. Ya olmaydı, jıqqan cayının üzerinde məlum cəhətdə onunki ilgisi tapamay, ben ilgisi tapamay. O ya bu yerde mesela otununki təhtide o ya bu yerde qep qalıdı. Bunu yap qalıgan gep, bunu tep qalıgan gep. Bunu qandaq qalamayız, bununki hükmü qandaq oludu degen. Digen vaxt üzerinde Peygamber şuna degen. Bir adamı ki yetse o adam şu muallak şu meyveninki üzerinden o kandık adamdı o yetken adam min hacetninki ilgisi olan adamdan idi ki bu min zi haceti digen min digen mendin nime bayan. Yani onun ki yetken adam haceti o adam tepti ki o nim kıldığı adam iken o tutkuşu emesken nime kalıp onun yüzü jığıp ediş. Men üzüge jigip, üzüge saklayman dep aşu qos yap unundan keyin saklap uyga ep ketish maqsadi emas. Shunda bir odam qosga ichib ketibdi. Uni yemisi yo'q bo'lmaydi ekan. Men mushundaq odam ashunaq esib qo'ygan, qilib qolgan, tushib qolgan ashunaq bir mevaninki o'zini topgan bo'lsa, u odamga bu ish haqida hech qanday bir narsa yo'q. Ya'ni o'shaningizda uni yabasi yo'q bo'ladi deydi. Yani o nersen, yani jığıp uyuyor bir akitip konmazsın. Yani aşağıdaki özü yapla, andi kağını kupuyup yani kesse uçanı yisi çok boludu deyden. Bir adam ki çıkarsa o adam bir şeyini, yani şu esip koygan, şu muallak koygan meyveden bir şeyini o adam yani yap boğandıkken, kosup toyup boğandıkken, ihtiyaç toşkandıkken yani ip getirmen de yançıklarga yok haltığı ip yani muştakkan bolsa. O çağındaki üzerinde bu adamı bağdır. Şu neslinki iki hisse cezası çok var. Tölün var değil. Mesela şu ağan haltığa, yan çukka aşına bir neslinki üzerinde mesela 5 kilo ağan olsa 12, 5 kilo, 10 kilonunki cezasını alırız. Yani şunu da billah cezalayımız deydi. Onu tölep verdi o. Tölügendeki onu tazir cihette mi tazirligen o resmi neyemez şu çağdaki tutuvağan aşağıdaki aşu yani mahkemeninki, yani sakçılığınki nemisi o işi. İşi oğandaki o vaktimizde şununki nemi rayı çok koymuş bu nemi oldu, tazir oldu. Ya uramdı ya solamdı, müştak oldu. Bu hem de bunda bir tövlen bunda kılıdı diyenin üzü Peygamber'in bu yerde nemi o təqdis. Yani demek şu nerseki üzü eğer ihtiyacınızı işip kalgan bolsa onu çok koyun. Eğer koymuşsunuz eğer cezalaş kelse onunla muşunda cezalanıdı diyen nemi o gep. Hem de o oğurluğallık olmaydı hem de bu. Hem de oğurlaş mesela kes kandak oldu. Bir adam ki oğurluğan bolsa o adam men şu esip koyulgan meyveden o adam oğurlaptı. Şu meyveden ne yaptı o adam oğurlaptı. Bir de bir şeyini şunu deyin ki mena ne yaptı oğurlaptı ki şunu deyin ki mena urun beripti şu nasiga jarin. Yani kaçak. Jığılgan kaçı ki mesela jarin degen yani şu yani xaman yani meydan degen gep. Anda o keyin xomini jig'ib aşağıda nima qilgan qurtilgan bir meydan. Jarin deydi endi uni. Yani jarin degen bu endi. Aş joydagi mana joyniki o'zi yani aşu joyga ekib bo'lgandan keyin u odam aş meyveden nima qilibdi hamda o'g'irlabdi. Üzüp mesela üzüp bo'lgandan keyin buğdayni urib bo'lgandan keyin xamonga ekelgandan keyin deydi mesela. Mana aşındaq mesela üzüm, alma, neşpöt deganidek aşındaq narsani üzüp talqaliqni daraxtniki üstüne andikin ekelgan ekib bo'lgandan keyin odam uni nima qilibdi o'g'irlagan bo'lsa o'changizda bu o'g'irlagan narsaniki üzün mijanniki puligini nima qilibdi yetibdi. Yani mijanni. Yani şu beşiği keydiğen nima turs deydem de yani tümü doppa yani beşiği keydiğen dubulgu demdem de men aşınki nemiski şu yetipti pulga. Meni yetken bolsa uçaniki üzüde bu adamniki qo'lini şu kesiş şu ba. Onu adam qo'li kesib atmayız dedi. Endi mana buni deyki inşallah keladi. Mushu yillik o'g'irlikqa vaqti yüzüde o'g'irlik qilingan elingan malniki miqdori qanchalik olsa uniki qo'lni kesimiz.
Mana bunu kelgan vaqtimizda ba'zi ulamolar 3 dirham deydi. Bizniki Hanifiy mazhabniki o'zida o'g'irlagan narsa qimmati mana 10 dirhamga yetgan bo'lsa, 10 dirhamdan to'g'an bo'lsa, u deganni oz bo'ladi. Az deb hisoblaydi, o'g'irlik qimmati deb hisoblaymiz. Ammo 10 dirham va unidan yuqori bo'lgan bo'lsa, uniki o'zi uni qo'lini qatimiz kesimiz deydi. Mana bu mijan degan osh beshiga keladigan tumi qalqanniki ashu haqqi nar taraqqi shu vaqtning o'zida Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanında 10 dirhemken. 10 dirhem. Biz şuna deymiş. Ma kalgan mezheptikiler, yani bazı mezheplerken üzü yak 3 dirhem diye. Şu 3 dirhemi geçsen onu kesiminiz demişler. Çok para edemdi. Ve dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tögününki ve malınınki ezip ketken, çüp kalganı, ezip kalgan nesninki hakkında meni gap qildi, qandaqki gap qildi, meni kama zakara g'ayru. Qandaqki gap qildi, bu ezib qolgan narsaniki g'ayri. Ya'ni ki yoki shu yana yoki bo'lmaydi, u yana so'rg'a adam. Ya'ni Amr ibn Shuaybning dadisi meni zikr qildi, ezib qolgan to'ga qo'yninki haqida, qandaqki shu Amr ibn Shuaybniki g'ayri. Yana yuqorqi 7 odamlar ashuna gap qilganda, bu odamni nima qilgan ten, mush haqida so'rgan deydi. Böyle dedi şu dadisi ve soraldı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de çüp kalgan neslinin. Çüp kalgan nesli qanday qilamiz degan vaqtimizda dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çüp kalgan nesli kelgan vaqtimizda undaq bir nimasi ki bo'ldi shu çüp kalgan nesliniki ichidan ne debdi? Fit tariqil mita. Yani bir yo'ldaki meni kip ketib turgan. Bir yo'lda buchu bo'pti. Yani odamlar kip ketib turgan. Yani adamı davamlıq mağdığan aşağıda bir nemeken yolken, yani cadde deydi. Benim muşunda yolda boğan bolsa. Mita degan ata yati de kelgan isim adı. 12 ata yatin yani etyen atin fehuve ma'tiyun yani iti deydi. Yani bununki isim adetin mitan. Yani keladigan bir adetken. Yani bekcik adam mağdığan bir yolken. Aşağıda olgan bolsa, bu yerde o adam aşağıda olgan bolsa, şunu da bir Yezidiki cami. Cami bir Yezida. Yani o teppagan nersinin üzerine bir Yezid varken ki o Yezidcik adamla toplaşkan. Men aşağıda yani ki üzerine mükapta onu teppepti. Teppagan bolsa, uçağın üzerinde bu nersin kandak kılsan, onu bir yıl çok tonutsan. Yaşında her günü elsi akşamın. Mene adam bayada mescidde chiqqan vaqtimizda bozorda ashtachu to'nitgan gap. Ham hozir ham to'nishning shakli o'zgardi. Hozir undaq qilmaylar shu tor orqali quturvasin bo'ldi. Agar u narsaniki sahibi kelsa, u narsaning o'zini shu sahibi cho'ppa. Va agar kelmasa u narsa bir yildan keyin to'pashda qilmagandan keyin o canın üzerinde o nima uchun bo'ldi? Sen uchun bo'ladi. Sening mulking bo'ladi. Agar ehtiyojing tushib qolsa, sen g'arib miskin bo'lsa, sen ye. Agar u seninki ehtiyojing tushmay, men ochda bo'lib qolgan bo'lsa, o canın g'arib miskin uchun bervat degan. O anda bilmasligi bo'ldi o narsa fil xarabil adi. Meni anda bilmasligi bo'ldi o narsa bir vayron bo'lgan bir zimindagi nimati o qadimiy edi. Yani adiyun deydi. Yani ad qavmiga mansub. Yani bunun 5-6 ming yıl oldidiki. Yani İslam devridik emas. İslam devridinki oldidiki davr, küfür devriniki üzerinden aşağıda ötken aşağıda bir yerde ziminde. Yani o yer kafirlar ütüpken Müslümanlarınki kadim o yer çok bağmaptken. Men aşında bir yerde bir narsa altın kümüş bir narsa tepepsen. Ya bir narsa tepepsen kıymet bahadır. Uçağınızda men bu narsadan ve rikazdan. Yani cahiliyet küfürlarınki aşı İslami devlet, İslam Müslümanlar bağmagan aşağıda yerdeki zimininki kafirlarınki zimininki üzüden mene turvatkan cahilindeki üzü hem de rikaz oldu. Men aşağıdaki üzüde onu nem kıptken altın kümüşü küm betiptken. Küm batkan dikin uçan üzü sen o yerde nem kıpsan o nesneyen men tepsen. Ama o yani Müslümanlar fetih kan bolsa, Müslümanlarınki zimine İslami devlet mene Müslümanlar yaşka yani ki zeminde nesi olan bolsa, uçanın üzerinde bunu ilişki bulmaydı. Çünkü onu aş yukarı etis asasa onu tonutup aş ilgisi çok bir iş gerek. Ama o kapının zemini yani adi diyen
Ad qavmiga mansub. Yana birisi Rikaz degan shu zaminniki o'zida tahtida kufrlarniki o'zi u yerda dafn qilib ashlarni cho'q qilib etibdi. Qilgan bo'lsa u islomiy askarlar yoki u fatih qilmabdi ekan. Qilmagan bo'lsa shu yerda bir narsa tepib olgan bo'lsa uchangiz nima bordir? Mana uningda 5dan 1 chu bordir. Shu narsaniki 5ni 5 hassa bo'lib 4 hassini sen ishlatsan. Ammo u bir narsaniki o'zini mana islomiy davlatga shu bersan. Devletin xazinasi oladi bu devlet bunu. Devlet olgandan keyin unidagi bu devlet o'zi xazinasi qo'yib, unidagi g'arib miskin va hokazo kishilarga nima qiladi uni beradi deydi endi. Ya'ni bu endi. Rivoyat qildi Abu Davud bu amirniki dadisidan mana payg'ambar sallallohu mana so'zidan va su'ila ani luqatati degandan mush so'zning oxirichi rivoyat qilgan imom nima Abu Davud deydi. Besh yo'q ekan. Abi Said al-Khudri radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilindi. Shunda deb jazman Ali ibn Abi Talib radhiyallohu ta'ala anhu tappaldi bir dinarni. Bir dinar oltin kumush pul. Bir dinar degan mesela hozirgi 4,5 gram atrofidagi pul hamda bu 4,5 gram keladi. Uni tepadi. Teppagandan keyin men Ali roziyallohu ta'ala anhu buni men Fatima roziyallohu ta'ala anhu qishga ekibdi. Ekgandan keyin shuni bilan bu narsadan Ali roziyallohu ta'ala anhu payg'ambar alayhisolatu vasallamdan so'rabdi. So'ragandan keyin payg'ambar vasallam debdi: "Haza rizqulloh." Men bu Allohningki sizlarga bergan rizq ekan dedi. Shuni bilan degandan keyin buningdan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yedi. Shuningdek Ali va Fatima roziyallohu ta'ala anhumalar nima qildi? Buni yedi. Endi bu yerda bir dinar shu vaqtning o'zida eng to'van narsa. Eng to'van narsa bo'lgandan keyin bu yilqi 10 dirhamgachilik bir narsa bo'lmagandan keyin ham uning ustiga Ali roziyallohu ta'ala qaragan vaqtimizda yuqori hadisga o'xshash buni ertasi akşam bir yil mustahnim qilgan gap, buni tunib to'g'an gap. Tunib to'g'andan keyin qarab baqsa o adam chiqmagan gap. Chiqmagandan keyin anidan Fatima o'zining ayol qishga akib shu payg'ambar so'ragan gap. Payg'ambar so'ragandan keyin unda mushtaq bo'ldi degandan keyin unda bo'lsa yanla deb payg'ambar o'zi nima qilgan gap uni degan gap. Chunki u avamdi bir yilgacha u narsaniki o'zi aygiz chiqmagandan keyin odamning mulki bo'lgan bo'ladi. Kishining haqqi bo'lmaydi. Kishining haqqi bo'lmagandan keyin o'chan o'zida payg'ambar yisichu bo'ladi. Ammo payg'ambar buni o'qib turib, agar tunutmay andaqqa bo'lsa buni chi yemaydi endi. Ana demak, men bir yilgacha ashundaq agar ehtiyoj qolgan bo'lsa, o odam chiqmagan bo'lsa, o'ziniki mulki holatga shu kasb bo'ldi, ehtiyoj tushgan bo'lsa. O vaqtda bu shu ish bo'lgandan keyin men shu ish Ali roziyallohu ta'ala payg'ambar Fatima yeb bo'lgandan keyin bir ayol kipti. Holatiki talab qildi bu ayol yiliq dinarni. Yiliq dinar meniki deb ishilt bo'lgandan keyin bir yildan keyin deydi masalan. Ma'lum muddatdan keyin bu ayol kipib yiliq sen shu bu yiliq ama ayolniki aşağıda kelişniki o'zi yani demek aşı Ali roziyallohu ta'alaniki aşında bir altın yani dinarni teppa olganligini uqtirgan gap. Uqtirib andan keyin şu ayol şu hem uçaniki o'zida ham o 1000 yilniki oldida gap bo'lgandan keyin uçanizda bir ishlarni o'zi ishti yetmaydi. Bo'lib mu ayollar ko'pincha vaqt sir chiqmagandan keyin anda o'g'aniki shu ish vaqti yutib ketgandan keyin anda yaqin Ali roziyallohu ta'ala teptikan, mushtaq qilibdikan, voy sizning oshmamda u nadi deb andiki qanday o'qib andiki şey kipti. Kelgandan keyin dedi payg'ambar unda bo'lsa ya Ali addi dinara. Ali dinarni nima qilib bergan? Ado qilibchi ba. Ayolchi dinarni berdi dedi. Yani demek şu bir yil tunut bo'lgandan keyin o adamning ehtiyoji ishlatib qolsa, agar uniki egiz kelsa, o meniki deb degandek shu hujjat paket ashta qoladigan bo'lsa, o'shan o'zida men yap bo'ldi, buni ishlatib bo'ldim demasdan, uni uchun berib etish kerak edi. Jarut'ta rivoyat qilindi. Dedi u Jarut. Dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam: "Zallatul muslimi haraqun nari." Mana musulmon bir odamniki mushunda tushib qolgan narsaniki o'zi u nimadir o do'zaxniki o'tidi. Do'zaxning nimasi bo'ladi? O'tidi. Uni achu amma deydi, eg'randi. Ya'ni musulmonlarniki
her qanday bir çıkıp qalğan narsa. Mel pul olsun, mel qanday bir narsa olsun, o narsani elib şu qaydaga asosan tunutmay, o elishda uniki o'zini mulki qo'bo deb everiş maqsadida o adam o'z evagan bo'lsa, mulk o'z yeb ishlatgan bo'lsa, men bu kishining haqqi bo'ladi. Kishining haqqini yedi degan gap bu haram. Haram narsa yesini bo'ladi, o do'zaxga kiradi. Ammo yuqorgi degandek, şu bir yıl tonutup, akşama aşım davamlı tonutup alırken adama çıkmasa, eğer ihtiyacı kalgan olsa mayli, bulmuş şu uçağın yüzünden, garip miskin şu bir beti şu gerek. Şu her kandak bir neyse çıkıp kaldı da hak kömürde bir yalçı selişi şu bulmaydı. Bu Müslümanın nemisi olan ahlakı. Bu kişinin hakkı. Bu beka o başka adam işlep tep juppuğa tep aranı tapkan nesniki üzünü bu adamı madak kürüp kep hem de çıkpağa vakti ya bir hastalık kıldı ya bir işler kıldı. Şuna çıkpan benim mulk varsa bu neyim boludu o? Kişinin hakkı oludu. Kişinin hakkı degen çoğum işte eğilemdi. Ahire açta benim mulkim dep halal sanap açında yuvağım bolsa dözak girdimdi. Hina İyaz ibn Himar radıyallahu ta'ala rivayet kılındı. Dedi onu yaz. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meni bir adamı ki bir narsa tep bağlan bolsa, çıkıp qalğan narsani tep beliptin, o adam meni guvoh qilsin, bir adalet berber adamga nima qilsin, guvohchi qilib qo'ysa, ha, mana narsa tep qoldi, meni ko'rdingmi? Meni mana ko'rib qo'yinglar mana deb uning sifatlarini ham meni ko'rsatib qilib qo'ysin. Yoki ikki guvohchi adamga shohidchi qilib qo'ysin. Meni mana narsa tep qoldim deb. Endi o şahit qilib qo'ymasa, masalan, kim egiz chiqib qolsa, o canlık o'zida başka bir narsa deb qilish uchun mumkin. O adam degil uchun bo'lmaydi jamiyatda degan. Va suhmusun bu adam va uni uchun g'aybchi yo'qchi qilyapmisan. Ya'ni suqib, ya unda men teppamadin deb o narsa teppagandan keyin o yerda yo'q qilib deb, yo'q boshqa olib ketib, yo'q unda da ishni uchun qilmasin. Agar uniki egisi meni tapgan bo'lsa, o adam meni ash narsani shu nemisiga, shu egisi shu qaytirib bersin. Va agar unda qilmasan, meni uniki egisi kelmay ashtaq bo'lib qolgan bo'lsa, o'changiz bu Allohniki melidir. Allohning meliki, men Alloh xohlagan kishiga nim qiladi buni berdi. Unda uniki Allohning mulki bo'lgandan keyin odam Alloh rizq beribdi, bir yil tonus buni chiqmagandan keyin, undan keyin o'zi ehtiyoji qat ishlatsa, Allohning mulki odam bergan bo'ladi, halol bo'ladi. Ama unda qilmay, o'zidagi maqsadi men o'zim mulki bu deb hech qanday tutmas maqsadi emas qilmassan, men uni ishlataman deb u halol bo'lgan deb ashtaq qilib olgan bo'lsa, o'changizda men do'zaxga kirdi, o'tga kirdi deydi. Bu esa umum mazmuni shu. Men bu esa Imom Ahmad, Abu Davud va Darimi nima qildi, rivoyat qildi. Endi Jabir radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi. Jabir ruxsat berdi biz uchun Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hasıda. Kamçıdan, o kamçıda. Yani muşundak hasan, kamça, muşundak ağamça diğerledek aşındak bir nerse tana. Diğerledek aşındak bir nersindeki üzen, beni yolda çıkıp kalgan bolsa, uçağın üzerinde siz bunu işletseniz olur. Çünkü bu adetki bir nerse. Yani 10 dirhem yetmeydiğen tövenlime kıymetli nersendi. Onu işletseniz şu buludan ve onunki okşaşlardan. Beni teppalıdı. Meni bunu bir kişi onu da nima qildi menfaat oldi. O'z menfaat edib qarab baqsak, ushaq tushaq narsa, qamchidek yoki mushunda xaltidek bir narsa deydi, qimmat baholiq emas. Meni o'chaning o'zida u odam teppalib, o o'chaning o'zida yüz ishlasi shu bo'ladi deydi. Ammo pul yaraydan qimmat narsa olsa, o'chaning o'zida yuqori qaytib asosan uni bir yil tonutib ashtaq cho'q qiladi deydi. Bu esa Imom Abu Davud rivoyat qildi. Va zikr qilindi Miqdod ibn Ma'di Karab radıyallahu ta'ala'nın yedisini ela la yahillu degan mush yedisini babul i'tisam degan babda u yer zikr qildi. Endi bu Masabi Sünnet'deki İmam Bag'viy rahmetullahi alayhi yozgan ma nusxada bor. Ammo Mishkat holatga kelgan İmam Tabrizi Mishkat holatga keldi endi. Kelgandiki buni biz shu bu yer qo'ymadik. Chunki u yer deb bo'lgandan keyin qayta takrorlashniki nimiz shu hojati shu yo'q deydi. Babul faraidi. Bu perizlerinki babıdır bu deydendi. Perizler degan mana miras aladigan kişilerniki nemisi o mana babi.
miras aladigan kishilarniki hissisi var. Mana o miras aladigan kishilarniki hissisiniki nimasi o babı bu deydi endi. Endi faraiz degan farizatning jamisi. Fariza degan asli kasdi degan gap. Asli kasdi. Bir narsa farz qildi kasdi degan gap. Kasdi degan gapniki o'zi bu arab tilida asli faradalloh degan bayon qildi, kaskin bayon qildi degan bunda ma'nini qildi, bildirdi. Bu yerda endi faraiz degan gap ma bizniki Alloh taoloning insonlarning yerdiniga qattiq qilmis bo'lmaydigan. Mana o narsaning o'zi o nima o bir farz. Chunki o farzning asli lug'atda birisi kasdi, yana birisi uni o'lchab bakitdi degan ma'noda keladi. Unda o'nikin bu yerdagi ma'noniki o'zi farizatniki jamisi bo'lib, fariza degan nima o? Ya'ni Alloh taolo Qur'oni Karimda shu o'lib ketgan odamniki shu merosidan qandaq odamniki qanchalik oladiganligi bir o'lcham qilib bakitgan. Masalan, bir odamniki osib ketsa, Atı ölüp ketkendiği için ayalı kaptı, balları kaptı, şunu tuqqalar kap qalgan bolsa, men bunuğu qarta Qur'oni Karimda ayalı qanchalik, ikki ayalı olsa manchilik, men o'g'il olsa manchilik, qiz o'g'illar manchilik, uningdan keyin tog'achilar olsa, dadar apis olsa manchilik degan muayyan o'lcham qilib bekitilgan nima bor? Meni nisb bor. Meni o nima hissi bor. Shu hissiniki o'zini nima deydi uni? Faraiz deydi. Endi ilmul faraiz degan shu o'lib ketgan odamniki merosiniki bo'lish, mana bo'lishni biladigan. Har bir shu o'lib ketgan odamning qilib qolgan mollaridagi har bir merosxo'rniki haqqini biladigan nima o? Bakitib beradigan, o'lchab bakitib beradigan nima o? Ilm degan gap. Ya'ni faraiz ilmi degan gap, ya'ni o'lib ketgandiki meros haqqini har bir odam qanchalik keladiganligini bakitgan ilm degan gap. Endi bunu bilgan adam ne deydi Arapçada faraizi yoki fariz. Yani bu şu miras ilmini bildiğin adam degan ne bo'ladi? Gapcho bo'ladi endi. Hozir endi mushning ustida nima qilamiz, uni da to'xtalamiz. Endi Alloh taoloninki farz qilibdi, ma farz ahkam, ma farz, ma sunnat dedimi? Degan vaqtimizda bu farz degan gap, ya'ni Alloh taolo şu adam balog'at yetgandan keyin islom dinimizda şu balog'at yetib mukallaf bo'lgandan keyin har bir odamniki gadiga muayyan qilishga bakitgan o'lchamlik nimalar bor, mana ta'limotlar bor. O'lchamlik ishlar bor. Buni nima deymiz? Uni farz deymiz endi. Esa kesib uni o'lchab bakitganligi o'zini buni farz degan ma'noda. Ebu Hurayra radhiyallohu birinchi fasl. Ebu Hurayra radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Men bu kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam rivoyat qildi. Dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam: "Men bo'lsam, meni mu'minlarga o'z nafsidimmi baknima yaqinman." Men mushtaq deydi. Endi avval degan aqrab degan ma'noda, vali degan qarib degan ma'noda. Unda o'likin mu'minlarning o'zidimmi? Men aş mu'minlarga diniy va dunyoviy ishlarda ular mehribonlik va shafqat qilish haqida men mu'minlarga o'z nafsidimmi bak ularga yaman yaqin. Bak mehribonlik qilaman. Men ularni mushunda ziyon tortib ketmasin deb dunyo va oxiratda men butun nimani qudratimni, meni ishay nimamni, kuchimni men mushundaq nima qilaman, sarf qilaman. Ammo mu'minlarcha Uşnamı qiladi, ammo deganda cho'q qilib bo'lmaydi. Ba'zi xato bir ishni cho'q qilib qoladi. Shuni men ani qilinglar, mani qilinglar deb cho'mishda deyman. Men mushtaqchi bir payg'ambar. Ana u ekan deydimdi. Mana bir odamniki o'lgan bo'lsa, bir odam va'nuki o odamniki o'zi bir qaz bor ekan. Qaz bor, gadini qaz bor holatda o'lib ketibdi. Va u odam tark etmabdi, qilib qo'ymabdi bu odam nimani? Vafoni. Yani şu qazni ado qilganda pul melichu yo'q ekan. Yo'q bo'lgan bo'lsa, o'chan o'zida ma'nodir u odamning qaznini ado qilish. Men beraman u odamning qaznini. Va bir odamniki qilib qo'ygan bo'lsa, o odam malni. Mana u odam o'lganligi bir necha malni qilib qo'yibdi. Qo'ygan bo'lsa, o'chan o'zida bu mal men u odamning nimasi uchundir, varislar uchundir. Dedi Payg'ambar. Va bir rivoyatda bir odam mana qazni qilib qo'yibdi. Yoki nima qilib qo'yibdi? Zaya. Mana balvoqini shu oilasi qilib qo'yibdi, ushaq bolalarni. Mana ashta qilib qo'ygan bo'lsa, o'chanizda
Pelyatini. O adam bana kelsin. Ve ben şu nimeniki qazdiki ve uşaq ballarınki ilgisi için men bakıman ulunu. Men o qazni men beraman deb Peygamber sallallahu aleyhi degan. Yine bir rivayette bir adamiki terk etken bolsa o adam mene bir malını terk etip ülüp ketipti, kup koyup. Uçanızda bu mal o ülüp ketken adamın varisleri üçündür. Varisleri alıdı. Kur'an-ı Kerim degandek. O bir adamiki terk etse o adam mene bir iğirlikni. Bir eğirliğini terk etipti ki o adam bir minut kazıp kepti. Kazık aleti onu adaksa pulu yok. Men muşundaq bir halette ölüp ketken bolsa peyleyna. Bizgidir. Onu kazını ada qilish, o besib olgan eğir narsaniki o'zini uni yenlikitib yo'q qilishniki ishi men bizga nima qiladi? Keladi. Biz qilamiz uni deb men payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam men mushtaqcho degan deydimdi. Ondan keyin yani demek bir adam ölüp ketgandan keyin men o adam o dunyoga ketdi. O adamniki mal mulki varken şu mal mulkiniki o'zini nima deydi islom dinimizda? Matruk, taraka deydi. Yani ölüp ketgan adam qoldirib ketgan meli degan gap. Bu nima deymiz? Bu miros mal deymiz. Endi miros malniki o'zidan şu miros malniki o'zini uni kim qoladi? Meni uni shu miros mal qoldirib qo'ygan adamniki tuqqanlari qoladi. Tuqqanlari oladi. Tuqqanlardan boshqa meni Qur'oni Karimda tuqqan degan bizning Uyg'ur tillarida ham bir gap. Qur'oni Karimda bir adam o'lib ketgan bo'lsa, o'lib ketgan adam, qolib qolgan adam bo'lgan bo'lsa tuqqanlari, mana u tuqqan qanday darajada bo'ladi? Shu tuqqan qolib qolgan tuqqanlarning o'ziga mana har bir tuqqanga qanchalik o'lishniki ba'zi Qur'oni Karimda berketgan. Birsi zakatniki masala kelgan vaqtimizda bergan vaqtda Qur'oni Karim Alloh o'zi bevosita meni o'rindishi berkatdi. Yana birsi miros masala kelgan vaqtimizda miros masala kelgan vaqtimizda Alloh Qur'oni Karim o'zi nima qildi uni? Mana ayol o'lib ketsa, er qolsa manchilik, bolalar qolsa anchilik deb mana buni uchun muayyan qilib berkatdi. Mana bu ikki masalaning o'zida buni bir insonlarga uchun qilib qo'ydi. Ammo miros masalasidagi ba'zi bir nimalar va hadislar va sahobalarning o'ttirisida berkatgan. Mana shu nimalar va mirosniki shu kishilarga berish hissi haqida mana masalan mandaq bir tuqqani qilib qolsa u qanday bo'ladi, bunday bo'lib qolsa deb shu orliqda berkatgan bir hadislar yoki ijmo sahoba orqali berkatgan shunday bir o'lcham bor. Mana shu o'lchamni boshqasi hammasi Qur'oni Karimda Allohning berkitib qo'ygan. Unda o'g'an keyin o'lgan odamdan keyin qilib qolgan malniki o'zini mushu Qur'oni Karimda berkatgan odamdan boshqa odamniki evilishi qat'iy durustchi emas. Uning nimasi o? Uniki haqqi. Uniki nimasi olgan bo'ldi, haqqi olgan bo'ldi. Endi islom dinimiz asli islomiy davlat bo'lgan bo'lsa, mana hozirgi davlatlarda sotsial deb danglayotgan, sotsialistik yoki sotsial cumhuriyet deb danglayotgan davlatlarda natijasi nimati o yaxshi edi. Qanday qiladi? İslami devlet olgan bo'lsa asli shu odamning qazi olgan bo'lsa davlat ko'tardi. Mana u odamniki uşaq bolalar qilib qolgan bo'lsa boqadigan qolaydigan, o'shaning o'zi davlat o'z ega bo'lib, men hozirgi sotsial yordam deydi, ijtimoiy yordam deganida davlat o ishni chu olma qachon qiladi. Mana bunday ishni islom dinimiz 1400-niki oldida mushunday jamiyatning o'zida mushunday g'arib miskin, mushunday yetim bolalar bo'lgan bo'lsa davlatniki o'zi xazinasini berib davlat boqadiganlarni olma qachon nima qilib qo'ygan uni berkitib qo'ygan. Hozir qilib mana bu ayol mundaq verir ekan, mundaq g'arib miskin pul verir ekan deb yugitib ketib bordi. Asli islomiy davlat bo'lgan bo'lsa, men payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qurgan, men sahobalarniki 4 xalifaniki davridagidek davlat bo'lgan bo'lsa, ish andaq cho'p bo'lmaydi endi. Hozirda bo'lmaydi. O'shaningizda mana islomiy davlat bo'lgandan keyin uni puhrasi hamma narsani kafolatga ega bo'lib, hamma narsani bahramanchi bo'la oladi. O'shaningizda men doktorxonada mesela og'rib qolsam men pulsiz qanday qilaman? Ya o öysiz qalamanmı? Ya pulsiz qalamanmı? Ya aş qalamanlar deydigan ish chu bo'lmaydi. Davlatniki, asli islom davlatniki men nemiz chu bu endi. Mana shu qazi olgan bo'lsa, agar yetkidak bir narsa olsa men bermen dedi, islomiy davlat berdi. Agar bolalar bo'lib qolgan bo'lsa biz boqamiz dedi. Davlat ega bo'ldi desin. Yine İbn Abbas radıyallahu ta'ala anh'dan rivayet kılındı. Dedi İbn Abbas, dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Elhiqul faraida bi ehliha." Mana qo'shilishlar farzlarni
o'ziniki loyiqli nima qilinglar, qo'shinglar. Ya'ni qo'shinglar farzlarni. Ya'ni Qur'oni Karimda Alloh taolo men ma kishiga munchilikchi bersiz, ya 3 dan 1, ya 4 dan 1, ya 8 dan 1 dedi ya. Degandiki shu muayyan qilib bekitilgan bu nimani o'lchamniki, miqdorniki o'zini Qur'oni Karimda nima qilgan, bayon qilgan ay kishilarniki o'z loyiqiga shuni uchun bering. Shuni bersiz. U uniki Qur'oni Karimda mushta bersiz deb tursa, yo'q biz bundaq beramiz. Bu degan kichik bolasi, kichik tema bola. Kichik bo'lgandan keyin bu yetim qolib qoladi. Qolganlar cho'ng. Unda o'g'loniki ma'lum mundaq beramiz, ma'lum mundaq beramiz. Ma'niki birinchi ayoli mundaq, ikkinchi ayoli shu andaq. Unda o'g'loni birinchi ayolga qarab beramiz deydigan ish yo'q. Qur'oni Karimda nima degan bo'lsa, bu yerda mutlaq shu bo'yicha ijro qilinadi. Bunga insonniki hech qanday bir mudoxala qilish uchun turish bo'lmaydi. Unda o'g'loniki ashuna beribdi Qur'oni Karim degan o'lcham, miqdor bo'yicha uçan o'zida qanday qilamiz hamda uni eshib ketdi-da. Pes anda bilmas qilib qoldi, eshib qoldi u narsa. Endi shu Qur'oni Karim degandek o'lchamdan keyin taqsim qilsak, unidan eshib ketdi. Eshib qolgan bo'lsa, uçan o'zida nima bo'ladi? Men har kishiniki eng yaqin tuqqanini beramiz. Ki u har kishi nima deydi? Erkak. Ya'ni erkak ayol emas. Ayol emas, erkak har kishiniki shu o'lib ketgan odam kimga yaqin tuqqan. Men mushuni qarab aniki nima qilamiz? Shuni beryapmiz deydi. Ya'ni kishiniki eng yaqin tuqqani qolgan, erkak tuqqani. U odamniki otasi bo'ladi. Meni bolasi bo'ladi. Meni bolasi bo'ladi, unikin otasi bo'ladi, unikin otasiniki otasi ya dadasi bo'ladi, unikin otasiniki ak inilar bo'ladi, unikin opasiniki ak inilar bo'ladi. Men mushu daraja bo'yicha, tartib bo'yicha men mushtaqchi qilamiz deb payg'ambar mushtaqchi dedi. Endi li avla rajulin zakarin. Endi bu zakariniki o'zi bu yer sifatlasa yoki uni bayon desa bo'ldi. Aslida rajul degan gapniki o'zi bu erkak degan gap. Erkak degan gapniki o'zidan yana zakar deb mundaq deyishi, chunki bu yerda tahim uni nima qilish qat'iy yana erkakga berildi, ayolga uchun berilmaydi degan gap endi. Usama ibn Zayd radhiyallohu ta'ala rivoyat qildi dedi Usama. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Varis bulamaydı, Müslüman kafirga nima bulamaydı, varisçi bulamaydı. Yani kafir bir adam tuqquni varken, ölüp ketgan bo'lsa, mena Müslüman bo'lgan adam bu kafirdan mirasçı, varisçi, miras olup bir narsa olamaydı deydi. Endi kafir. Kafir degan vaqt o'zida bu bir qancha nima o'ziga oladi. Masalan, Nasara, Yahudi, mushrik, ateist degan edik. Undan boshqa har xil dinga e'tiqod qilgan kafirlar cho'pa. Endi bu yerning o'zida men musulmon bir kafir o'lib ketgan bo'lsa, ikkisini o'ttirsida, musulmonning o'ttirsida hech qanday aloqa bo'lmaydi. Tutun nima qiladi? Agar ash kafir islomiy davlatning ichida o'lib ketgan bo'lsa, uniki mol-mulkining hammasi davlat xarjiga o'tib ketadi. O'shaningizda bu kafirniki mena tuqqan bolalar vaqti, ma'an inisvati, aksvat, balsvati degilichi bo'lmaydi. Islomiy davlatniki mena qonunchi bu. Endi Oynan kafir musulmonga bo'lamaydi, men varischi bo'lamaydi. Ya'ni musulmon odam o'lib ketgan bo'lsa, uniki otasi bolasi kafir ekan. O'shaningizda islomiy davlat yashayotgan yoki boshqa yerda o'shaningizda yine kafir o'lib ketgan musulmonniki merosniki nimalardan hech qanday meros haqqi olmaydi. Bu qat'iy bo'lmaydi, durustchi bo'lmaydi deydi. Ya'ni ba'zanlar bu masala kelgan vaqtimizda ba'zilarda az odamning o'zi agar musulmon o'lib ketsa kafirlar varis olmaydi, ammo kafir o'lib ketsa musulmonlar men oladi deydigan men mushtaq nima ekan, ba'zi bir ko'z qarashmi shu bor ekan. Endi musulmon kafirdan miros ola olamdi deganlikni o'ttirsa, musulmonlar o'limalarning o'ttirsa ixtilof bor deydi endi. Enes radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Bu kishi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam rivoyat qildi. Dedi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam: "Mevlal kavmi min enfusihim." Kavminki Mevlası o kavminki özüdündür dedi deydim. Endi Mevla degan
Bu yerde iki xil ma'noni bildirdi. Birisi Mevla degan asli egi oldu degan gap, egi chiqadi degan gap, yerdan bir hokazo egi chiqadi degan gap. Endi bu qonunki Mevlasi degan vaqtimizda birisi motik, ya'ni azat qiluvchi degan ma'noda keladi. Endi birisi mesela qavmniki Mevlasi ekan, ma adamning va ya Mevla ya dedi ya qullarning o'zi. Ya Mevla degan meniki, men egi chiqib meni azat qil adam degan gap bo'ladi. Endi birisidan lekin motaq ma'nosi bo'ladi. Yani motaq degan azat qilgan qul degan gap. Azat qilib bo'lgandan keyin qulning o'zida yana ayiliqi azat qilib bo'lgan azat qilgan adam, qulning o'zi Mevla deb qo'ygan gap ekan. Men azat qilgan adam bu degan gap bo'ladi. Bu odamda bunu deganam deb payg'ambarsamniki, bu yer motiq ma'nosida. Ya'ni qavmniki motiqi. Yani bir minchi qavmni qulni azat qilibdi. Azat qilgan bo'lsa, shu azat qiluvchi odamniki o'zi, men qulniki o'zidan hisoblanadi. Yani qulniki o'zidan hisoblanadiki, ya'ni o'chan o'zida odam meni azat qilib bo'lgandan keyinki qulniki o'zi, shu qulniki o'zidan bo'ldi azat qiluvchi odam. Anda o o'zidan hisoblagandiki ikkisiniki o'tirsa miroschi bo'lib qoladi deydi. Ya'ni şu yana qonuniki, yani qullarniki o'zi o azat topdi. Azat bo'lgandan keyin uniki miros mollariniki o'zi qulniki nima so'mabdi. O'chada tuqqanlari va kaza binas bo'lmagan bo'lsa, o'chanizda azatqa adam milg'i nima bo'ladi? Varis bo'ladi degancha gap bo'ladi endi. Bu endi. Endi birsa motaq degan ma'no olsak, o'chanizda qavmniki azat qilingan kishilari shu qonun o'zidan bo'ladi. Ya'ni qavm degan nima? Yani xo'ja. Yani pul va odamning o'zi qulni azat qilibdi. Azat qilgandan keyin shu azat qilib bo'lgandan keyin qulmi, yani azat qilgan boyniki o'zini hisoblaymiz. Boyning o'zini hisoblagandan keyin o'chan o'zida shu manda bo'ladi. Undan keyin meni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam azat qilgan. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki jamoati, meni Abbos ibn Abdul Muttalib deganidek, meni Bani Hashim deganidek ashlniki azat qilgan qulniki o'zidan hisoblagandan keyin o'chan o'zida bular azat qilgan qulning o'zinikima meni zakat berishga bo'lmaydi. Qandaqki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam payg'ambarning jamoatigimi zakatni elish u nima emaslik durustchi emas. Meni buniki azat qilgan qullargimi nima bo'lmaydi, azat zakat binasini berishga bo'lmaydi deb bu ma'noga chiqadi endi. Vayna Enes radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Dedi Enes, dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, meni bir qavmniki meni singlisniki, qiz qarindishiniki o'g'li uladindir. Dedi deydimdi. Yani bir qavmniki nima ekan? Yani bir minchi odamniki bu yerda nimasi ekan? Singlisi. Yani qiz qardishi ekan. Qiz qardishiniki o'g'li ekan. O'g'li bo'lgan bo'lsa qonun o'zidan bo'ladi. Yani o'zidan bo'ladi degan gap, yani shu kız kardeşiniki, ballarınki, balsın üzümü aşk konunun üzünü hesaplap, mirasını açtak mümkünüz onu da men belgileymiz dep men müştakçu diyen çok gap buludu deydimdi. Yani demek aşı bir konunki, men aşı kişilik o zaten buludu. Ana aşı bir konunki, aşı kız yani ayal tuqqanlarınki üzün, men bu nima bo'ldi? Zavil arahamni qatardan bo'lib, mana o'chan o'zida uningga tegish kelgan, miros kelgan bo'lsa, uningga nima beramiz, uningga miroschi beriladi deydimdi. Va zikr qilindi Oysha roziyallohu ta'ala anhuniki innamal vala'u degan hadisidan mana babu salam degan bobda nima qilindi? Zikr qilindi. Va uzoq qolmay deymiz biz el-Bara ninki hadisini el-Halatu bi manzilatil yani anasınınki ati singlisi men apının o'rnida bo'ladi degan hadisiniki o'zining bulug'u sag'ir va hizalatihi degan bobda agar xolis Alloh taolo shu zikr mayz mayar borkan bu hadisning mazmuni bu yerga loyiq emas, uniki avun nerede loyiq mana babu bulug'u sag'ir va hizalati degan bob loyiq shu qo'ydik bu hadisini deydi İmam Tabrizi rahmetullah aleyh. Ve ahir da'van